Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Baraka toping kanalini yurtdoshlar. Mana shu xonadonimizni 27 ming AQSh dollariga qo'ygandik sotuvga. Orada juda ko'p keldi, odamlar ko'rdi, gaplashdi. Endi bilmayman xonadon egalari qandaydir narxlarga kelisha olmaganmi. Hozir puli juda ham zarur bo'lgani uchun, juda zarur bo'lgani uchun yana 2000 dollar arzoniga 25 ming AQSh dollariga qo'yapmiz boshqatdan. Bu joylar qanaqa joylar? Mana katta joylar, chorvachilik, mol, qo'y boqaman desangiz juda zo'r. Ana joyda mana ferma bor o'zini. Ferma, katta ferma bor. Bu yoqlarda ham ferma bo'lgan. Xullas mol boqaman desangiz sharoit zo'r. Yana bu yerda gaz bor. İchimlik suv kelgan, mana ichimlik suvlarigacha kelgan. Umumiy maydoni 40 sotiq. Xat hujjatlari hammasi joyida. Xonadon egalarining telefon nomerlarini ham qoldirib ketaman. Toshkentga 65 kilometr, shu Food City'larga ham 60 kilometr adashmasam. Mana kirganimizda 6 ta xona. Bu yoq nimasi? Oshxonasi. Bu mol boqishga bu joylar lekin haqiqatan zo'rda. Men to'g'rida bu kladovka. Uyda ichlarini ham ko'rsatamiz. Yo'qda bitta xonasi. Bu tomonida ham mana bitta katta zal ekan. Kirganingizda mana bitta xona, bu yoqda yana bitta xonasi. Xonalar, lekin bu joylarda uylar salqin bo'lib turadi. Mana bu yoqda yana bitta xonasi. Mana bu yoqda mol xonalari, endi oladigan bo'lsangiz bari o'zingiz uchun kattaroq qilib turib qursangiz bo'ladi. Mol xona, qo'yxona yo hojatxonasi. Endi ekin ekish maydoniga keladigan bo'lsak, mana bu yoq polni ekin ekish maydoni. Mana shu daraxtlardan ketgan, o'sha yerda ariq o'tgan. Bu yoqda kanal kelgan. Suvdan muammo bo'lmaydi. Daraxtlar iloji bo'lsa, akalar joyiga kelib turib ko'rganingiz yaxshi. Keyin maslahat bilan maslahatlashib kelib turib ko'rib, yo biz maslahatlashimiz kerak, pulimiz bankda edi, yo bir joyda edi, yetmay turuvdi degan gap juda oxirgi payt shunaqa narsalar ko'payib ketdi. Bu joy aytganimdek mol boqish uchun juda zo'r joyda. Pulingiz bo'lsa borib Toshkentga 60 kilometr, 65-70 kilometr bo'lsa ham transport bor hozir hammada. Xat hujjatlari yaxshi, uylari ham mana yaxshi holatda turibdi. Ko'zingiz bilan kelib ko'rganingiz yaxshi. Erinmang akalar, kelib turib ko'zlaringiz bilan kelib ko'rib, xat hujjatlarini ham tekshirib mana bu yoqlarni ko'rsatamiz. Bu yoqda nimada ariqda bolalar cho'milib yuribdimi? Bu qayerdan bo'linardi aka? Bu qo'shni bilan chegara qismi, o'zi aka ukaning uyi bo'lgani uchun o'rtadan hech qanaqa zabor qilinmagan-da. O'zi bo'lingan, kadastr bo'yicha ham chizilgan. Qarang, hozir ko'rsatamiz. Mana shu
Mana quduq bu tomonda qoladi. Quduq bu yoqda qoladi. Mana shu yerdan o'zi chizmasi bor. Chizmadan bo'linadi. Agar oladigan bo'lsa shu yerdan bo'lib olsangiz bo'ladi. Mana suv ham mana. Agro tepasida suv. Assalomu alaykum. Bunday mazzami? Mazza. Mana ochiladi, shu yerdan suv ketadi. Akalar 40 sotik 25 ming AQSh dollari Toshkent shahariga 60 kilometr. Bundan oshadi 65 kilometr. Yana ozgina kelishadigan joy bor. Akalar mol boqish uchun juda zo'r sharoit. Mana o'sha buyoqlari dalada. Bu tomonlar polniy dala, o'sha buyoqlari ham ketgan dala. Bundan zo'r endi bundan arzoni endi bilmadim endi. Sal qiyinroq masala. Kelib turib joyida savdo qilinglar akalar.